Qur'on so'zining ma'nosi nima? Qur'on so'zi arab tilida qiroat yoki o'qish ma'nosini bildiradi. Qur'oni Karim dastlab qayerda nozil bo'lgan? Makka shahri yaqinidagi Hiro g'orida. Qur'oni Karim qachon va qaysi kuni nozil bo'lgan? Ramazon oyining Laylatul Qadr kechasida nozil bo'lgan. Laylatul Qadr kechasi qanday kecha ekan? Qadrli, ilohiy qudrat namoyon bo'ladigan, bandalarning bir yillik taqdiri hal qilinadigan tabarruk kecha deb ulug'lanadi. Barakalloh. Qur'oni Karim nozil bo'lishi qancha vaqt davom etgan? Melodiy 610-632-yillar davomida Makkada 13 yil, Madinada 10 yil, hammasi bo'lib 23 yil davom etgan. Qur'oni Karimni Allohning huzuridan olib tushgan farishta kim? Jabroil alayhissalom. Qur'oni Karimni ilk bor qiroat qilgan kim? Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu